Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan 2 sotiq joyda teplitsa, ya'ni issiqxona qurganmiz. Shu yerda nima yetishtiramiz va qancha foyda olib keladi, shular haqida gaplashib o'tamiz. Hozir bu yer 2 sotiq joy. Bu yerga ismaloq ekkanmiz. Ismaloqni oktyabr oylari, sentyabr oylarining oxirgi kunlarida ekkanmiz. Hozir yanvarning 27-sanasi. Bu ismaloq eng yaxshi sharoitda ham o'saveradi, u sovuq sharoitda ham o'saveradi. Ya'ni bunga unchalik ko'p issiq joy kerak emas. 20 gradusdan yuqori harorat bo'lsa, ismaloq gullashni boshlaydi va yarpoqlari, barglari mayda bo'lib qoladi. Shuning hisobiga yaxshi hosil bermaydi. Bunga yaxshi harorat 15 gradus va undan yuqoriroq, 20 dan past, 15 gradusdan baland. Shu oralig'ida yaxshi hosil beradi. Bu hozir taxminan 4-terim terib olindi, 4 marta. Bu ismaloq 2 haftada 1 marta terib olinadi. 2 sotiq joydan hamma yerga ham ismaloq ekmaganmiz. Bu tarafda ozgina joy qolgan. Shularni hisobga olmaganda shu yerdan 60 kilogramdan ko'p hosil chiqdi. Bir terimda 60 kilogram. Hozirgi kunda ismaloqning narxi 15 ming so'm atrofida, 20 minggacha ham bor. Shunda demak 60 kilogram hosil 15 mingdan hisoblaganda bu salkam 1 million so'm va undan ham ko'p. Shuning uchun ismaloq ekish eng to'g'ri yechim. Ko'rib turganingizdek, bu teplitsa 2 qavat, ya'ni 2 qat klienka qo'yilgan. Hozir ko'rsataman. Tepada bitta klienka va o'rtasida bo'shliq qolgan holatda yana bitta klienka qo'yilgan. Mana xuddi shunday qilib qurilgan. Buni tepasida bo'shliq qolgan. Xuddi termos kabi bo'ladi. Issiqlikni tashqariga chiqarib yubormaydi. Bu yer nima deb so'rashingiz mumkin. Bu yerga yana bitta kichik teplitsa, ya'ni issiqxona qurganmiz. Ichiga bu yerga hozircha hech narsa yo'q. Mana bu yer ham ismaloq. Bu yer mana bu ismaloqlar o'saveradi. Bu yerga esa fevral oyidan boshlab bodring, pomidor va o'shalarni urug'ini ekamiz. Stakanchalarda urug'ini ko'kartirib, keyin ismaloqni buzib tashlaymiz va bu yerni tekislab qaytadan bodring, pomidor ekamiz. Bu yer yana bitta teplitsa bo'lgandan keyin ichida issiqlik yaxshi ushlanib turadi. Bodring, pomidorlar yaxshi rivojlanadi. Shuning hisobiga bunday qilib o'rab qo'yilgan mana. Bu yerni qanday qizdiramiz deganlar uchun hozircha qizmayapti bu yer. Bu yerga kotyol qurganmiz, pechga. Bu hali to'liq bitgani yo'q. Bitgan so'ng qurib bitgach videolar qilib yana ko'raverasiz. Video qilaman. Bu yerga hali mo'ri qo'yiladi. Bu qanday qizdiradi desangiz, bu kotyol ham xuddi termos kabi ishlaydi. Bu 2 qat. Bu yerda garelka bor. Mana garelka. Bu yerga ko'mir solinadi, ko'mir. Va mana bunday uflaydigan havo uflaydi va tez yonadi. Buni mana bunday 12 voltli akkumulyatorga ulaymiz. Va o'z uflash natijasida ko'mir yaxshi yonadi.
yonganda bu yer qizadi, ichidagi termiz. Ikkita qavat. Mana. Ikkita. Bu yerda bitta pechka, bu yerda yana bitta pechka. Ichi bo'sh. Shu bo'shliqda havo qizadi. U yerdagi apparat uflaganda bu yerdan issiqlik chiqadi. Mana chiqadi va chiqqan so'ng bu yon tarafga ham, u yoq tarafga ham ketaveradi. Shunday issiqlik ketib, bu truba qizadi. Bu suvsiz oddiy havo bilan isitish usuli. Mana shunday to'g'ri ketgan, u yoqgacha ketgan. Shu truba qizadi va qizish natijasida havoni isitadi. Teplitsa ham issiq holatda bo'ladi, qizadi. Hozir 27-yanvar yomg'ir yog'yapti. Shuning ovozi e'tibor qilmaymiz. Bu yerda hovuz qilganmiz. Bu bahor oyi bodringlarga yoz oyi suv berish uchun. Bunga tashqaridan suv quyiladi va bu yerda qizib turadi, ya'ni quyoshda turadi. O'simliklar uchun eng foydali suv bu quyosh nurlari tushgan suv. Bu yerda quyosh nurlari tushib, har xil vitaminlar, D vitamini bilan to'yinadi suv quyosh nurida va hosilga yaxshi rivojlanish beradi. Bu yerga esa ko'rib turganingizdek yana bitta klyonka o'rab qo'yganmiz. Buning ichida nima bor deb so'rashingiz mumkin. Bunda limon bor. Hozir ochib ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek, sovuq urib ketmasligi uchun bunga qalin klonka o'rab qo'yganmiz. Mana. Ancha-muncha katta limon bu ham. Bu hali hosilga kirmadi. O'tgan yilmi kirgandi hosilga. Bu yil hosil bermadi. Mana gullayapti. Hali endi kirar ekan. Mana kurtak ochibdi. Xudo xolasa bu ham hosil berishni boshlaydi.